Xuddi shunaqa besetka yoki tapchanni DPK materialdan qilsam bo'ladimi? Keyin qilsam necha pulga aylanadi degan savollar kelib tushyapti. Kelinglar biz sizlar bilan hozir buni hisob-kitobini qilib ko'ramiz. Narxiga keladigan bo'lsak, bu besetkani pol qismiga birinchi pokoleniya terrasli doska ishlatilgan. Uning narxi hozirgi kunda 32-33 dollar atrofida bo'lyapti 1 kvadrat metriga. Undan tashqari zaborlarni bir pagonniy metri 120 dollardan 150 dollar atrofida bo'lyapti. Sizning dizayningizga qarab o'zgaradi bu narsa. Undan tashqari stoykalar 12 ga 12 stoyka bo'ladi. Uni bir pagonniy metrining narxi 16 dollar, 19 dollar atrofida bo'ladi. Undan tashqari tom qismiga siding ishlatamiz. Nimaga? Chunki siding birinchidan yengil, ikkinchidan o'sha suv o'tkazmaydi, o'sha zazorlari ham bo'lmaydi hech qanaqa, tagiga umuman suv o'tmaydi. Sidingimizning narxi ham shu hozirgi kunda 30 dollar atrofida bo'lyapti. Agar umumiy oladigan bo'lsak, bu besetkamizning narxi 2000-2000 dollar atrofidan boshlanadi. Bu narx sizning dizayningizga qarab o'zgarishi mumkin. Agar sizlarga ham shu sifatli mahsulotlar kerak bo'ladigan bo'lsa yoki shunaqangi bir noodatiy konstruksiyalar podключ holatda kerak bo'ladigan bo'lsa, sizlarda to'g'ridan-to'g'ri ishlab chiqaruvchidan xarid qilish imkoniyati bor. Biz pastda raqam qoldiramiz. Batafsil ma'lumot olish uchun bemalol shu raqamlarga aloqaga chiqsanglar bo'ladi.